Savdo o'jida. Qancha bo'ldi ikkita? Nech pul? 6 milyon 700 dan bo'ldi. 6 milyon 700 dan. Anjonga yo'q? Anjon hozirgi marhamat. Hozirgi 7 ta qo'ya olishgan akalarimiz mana 2 ta yana olishdi. Qo'ylar yo'q. Qo'ylarga kelo. Qo'ylar yaxshi ekanmi aka? Qo'ylarga yaxshi gap yo'q. Gap yo'q aka. Yana kelamiz. Kelgan klientni xolos rozi qilib jo'natamiz. Kelaverasizlar. Qo'ramizni manzilini tashab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan akalar, ukalar. Xudo xolasa bugun hafta kuniga dushanba ishda boshlangan kun akalar. Xudo xolasa bugungi kuningiz xayrli va barakotli o'tsin. Bugun xudo xolasa chiroyli video obzor qilamiz. 2025-yil 22-noyabr. Biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. Xudo xolasa kanalda yangi obunachimiz Abrorbek ukamizni yoniga kelamiz. Charchamay, qo'ylarni olib keldingizmi zo'ridan? Keldim bugungi ozgina bo'ladi. Ozgina. Nech partiya qo'y chiqadi bugunga? Bugunga bir partiya qo'y chiqadi ekan, narxini yengil qilib beraman. Yengil qilib berasiz. Ha, 6 millionning pastida chiqadi. 6 millionning pastida bo'g'oz qo'ylar chiqadi aka. Qo'ylar chiqarib beraman. Xudo xolasa mana. Akalar mana chiroyli variantidan olib kelgan ekan ukamiz. Soni nechta birinchi partiyaga Abrorbek? Birinchi partiya soni 10 ta aka. Soni 10 dona bir pachka ekan, bitta obunachimizga. Xudo xolasa bir partiya qo'y chiqadi bugunga. Ular qachon yetib keldi Abrorbek? Akalar mana. Xudo xolasa chiroyli holatdagi qo'ylar. Akalar mana qo'ylarni holati chiroyli. Qachon yetib kelgan bular Abrorbek? Aka bular kecha yetib keldi. Yeb ichlari sinovda o'tgan xudo xolasa. Sinov muddatlari bor yana obunachilarimizga. Sinov olishaveradi. Bir hafta mana akalar qonnilari osilib yotibdi ekan qo'ylar. Hammasi bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz aka. Yuzlarini qaranglar akalar, xudo xolasa tiniq variantlardan kelibdi. Qiziq obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bular bo'ylari nechiga berib beramiz Abrorbek? Qo'ylari 80 plus aka. 80 plus. Xudo xolasa 80 dan past yo'q ichida. Ikkita bo'lish mumkin. Yana nima? O'lchab berdingiz, o'lchab beraveramiz aka. O'lchab berdingizsa, video syomka qilib, o'lchab, metrlab, chiroyli qilib tashab berasiz. Ha, xotirjam. Bugun narxni sindiraman deb chaqirgansiz uka. Narxni yorasizmi bugun? Ha, yoraman. Joningiz sog' bo'lsin uka, xudo xolasa. Yosh oilalari qanaqa bo'ladi, Abrorbek? Uka, yosh oilalari qanaqa edi bo'ladi? Aka bular hammasi 3-qoringa bo'g'oz. 3-qoringa bo'g'oz, 2ta 8 tishi bor deyapsan-a, jo'ra. Xudo xolasa bularda chiroyli qilib so'ragan obunachilarimizga video syomkasini tashab berasan, hozir iloji bo'lmayapti. Ushlab ko'rsatgani, xudo xolasa men qo'ylarni qaranglar. Haliga nima deydi? Qonnilari osilib turibdi mashina. qo'y degan variantlardan akalar mana shu ekizakchi ham bo'lishi mumkin qonni. Shu osilib ketibdi. Yerda mana akalar tishi. Xolasa 3-qoringa tug'adi. 3-siga tug'adi akalar. Tish maydalagani yo'q ichida. Yuzlariga ham e'tibor berib ko'rasizlar. Xo'p, bularda narx qancha endi Abrorbek? Narxini sindiraman deb chaqirdingiz. 5 million 800 mingdan beraman aka. 6 millionning pastida chiqarib beraman dedingiz-a? 5 million 800 dan ketaveradi bir joyga. Xayri ham bormi? Beraman aka, siz obunachilaringizga like bosib. Kanalda yangisiz, podpishkani qilib turishadi, like bosib turishadi uka. Kichkina bo'lishingizga qaramay, men videoga chiqyapsiz. Xudo xolasa narxni sindirib bersangiz, qo'ylaringiz tugab ketadi uka. Narxni sindirasiz. Akalar soni 10 dona, hammasi bo'g'oz variantlardan. Aksariyati 6 tish ekan, 8 tishi ham bor ekan. 2 donagina xudo xolasa qiziq. 8 ta tishi ham tug'uradi akalar, men qo'ydi qaranglar, xudo xolasa yuzlari ham o'ta chiroyli variantlar. Qancha o'tib berasiz obunachilarimizga? 57 dan ketaveradi aka, bir 100 mingni o'tib berasiz. 100 mingni o'tib beraman. 52 dan beravering hammasini Abrorbek. Qo'ylar ko'ryapsiz. Qo'ylarni ko'rib turibmiz. 6 million ham chiqarishyapti, 7 million ham, 8 milliondan ham qo'y chiqyapti, lekin qo'y bilan qo'ylarning farqi ham bor, narxida ham farqi bor, odamida ham farq bor. Siz yangisiz kanalda, yangi chiqqan obunachilar, xudo xolasa narx sindirib berishyapti uka. Siz ham arzon qilib bersangiz, bu qo'ylaringiz xudo xolasa bitta qo'ng'iroq bilan bitta obunachimiz oladi hammasini. Hop, 5 million 200 dan ketaveradimi? Aka, yana bitta o'tib beraman. Qancha o'tib beradi? 5 million 600 mingdan ketaveradi bir joyga. Dastavkalar Toshkentgacha. 5 million 600 dan 54 berishsin.
200 mingdan yurdim men ham. O't berdim. Martqa mart bo'ling siz ham. 200 mingdan yurib berdim. 5 million 400 ming so'mdan pul berishadi. 10 donasini yetkazib berasiz. Qo'ylarning sifati yaxshi ekanda xolasa, obunachilarimiz sizga rahmatini aytishadi uka. Buni olib baqib tug'dira olib yuradigan akalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz, lekin narxi haqiqiy arzon akalar. Bunaqa narx bo'lgan yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar, qo'ylarimiz sifati ham yaxshi darajada. Hop, aka, qo'lni bering, bo'ladigan narxda aytdi. 5 million 500 ming so'mdan ketaveradi bir joyga. undan kami yo'qmi? Yo'q aka. 5 million 500 dan hammasini qayergacha yetkazib berasiz? Olaman deysiz. Toshkentgacha dastak. Toshkentgacha 10 donasini yetkazib berasiz. u yog'iga kelish. U yog'i kelishilgan holda barakasini bersin uka. Xohlasa ukamiz yosh bo'lishiga qaramay tirishib qolar ekan, narxni sindirdi. 5 million 500 ming so'mdan xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Soni 10 dona, 4 tish, 6 tish, 3-qoringa aksariyati. 8 tish ham bor ekan, 2 donagina akalar. Yuzlarini qaranglar, qo'ylarni xohlasa tanlab olsa-chi. Tanlab olsa qo'lni bering. 58 dan ketaveradi. 5 million 800 mingdan berasiz. Telefon qilgan obunachimiz bugun qo'ysiz qolmaydi, qo'y bilan ketadi. Xudo xolasa barakasini bersin uka, xudo xolasa sizni ham chorvangizga Alloh barakasini bersin. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, 24 soat nomerlari ishlaydi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilgan obunachimizda xudo xolasa bugun ishlari bitadi akalar. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bizda mana shu bir partiya qo'y chiqardik bugunga. Telefon qilgan obunachimizda ishi bitadi. Ha, biror ishini bitirib berasiz. Bundan keyin partiyalarni ham sindirib beraman aka. Yana qo'ylar keladi. Ha, 2-3 kunda kelib qoladi. Yangi partiyani olib kelasiz, chaqirasiz, bizni xudo xolasa chiroyli qilib obunachilarimiz qo'llashamiz. Bo'ldi. Like-ni bosib obuna bo'lib qo'ysa bo'ldi. Like-ni bosib sizni paddeshka qilib turishadi, siz narxni sindirishda davom etasiz uka. Narx. Videomiz bardavom bo'lsin uka, barakasini bersin. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, telefon qilgan obunachimizda ishlari bitadi. Akalar, biz videoni oxirigacha o'tkazmay ko'rasizlar, bittadan like-ni bosib oxirida bitta obuna tugmasini ham bosib qo'yasizlar. Videomiz kengroq tarqalishi uchun salangni qo'shib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa kanalimiz yangi paddeshka doktor salam. Sizlarga mana bunday chiroyli video obzor qilishda biz to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.